Turgan bu filtrimiz milliy mahsulot bo'ladi. Zimax o'zimiz zavoddan chiqyapti. O'rtoqli bu mashinali filtr bo'ladi. Ana endi men sizlarga buning ichida qanaqa yig'ilganini ko'rsatib beraman. Ko'pchilik xayolda o'zimizda chiqyapti yoki nima desa oddiyroq deb o'ylashadi, lekin unaqa emas. Buni sifatini ko'rishingiz mumkin. Bu ichida turadigan filtrlari eng muhimi mana bu ustidagi qog'oz bo'ladi. Bu qog'ozlarning hammasi mana. Agar ochayotgan bo'lsa, ichida rombiklari bo'ladi va aylanganini ko'rasizlar, zich bo'lib taxlangan. Men bir xil filtrlarni ko'rganman, orasi keng bo'ladi. Ular filtrni usholmaydi musullar. Va bu yerda mana prujinasi oddiy filtrga ishlatilayotgan prujinani ko'rasizlar, qoptalgan. Bu yerda ishlatilgan samimiy rezinkalari ham massa stoyka bo'ladi va juda ham yaxshi ushab beradi. Bu o'zimizda qolipda chiqyapti va kraskalarni mana shu tayyor holga yetib keladi orqali zatiflar. Agar sizlarga ham shunaqa mahsulotlarimizdan kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Donaga ham o'qitgan ish turamiz. Agar yangi biznes boshlayotganlar bo'lsa, bizga aloqa etsanglar, hamkorlikda ham ishlashimiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.